Chortoq tumanida tug'ilgan 38 yoshli erkak yetimish 3 nafar hamyurtini aldab ishonchiga kirib, ularni qariyb 507 million so'mdan ortiq pul mablag'larini o'zlashtirib yuborgan. Bir necha fuqarolarning esa Temuriy avlodlari maktabi borligiga ishontirib, 1-sinfdan to 11-sinfga qadar o'qishga qabul qilishni va'da berib, har bir fuqaro uchun maxsus kiyim-boshga 500 ming so'm hamda oylik to'lov uchun esa 350 ming so'mdan bo'lgan mablag'larni o'zlashtirib yuborgan. Yana boshqa fuqarolarning esa kam ta'minlangan oilalar, temir daftarda turadigan oilalarga bank tomonidan beriladigan imtiyozlar bor. Mana shu imtiyozdan foydalanish maqsadida ularning nomiga kredit olib, o'zi to'lashni va'da qilib, ushbu olingan hayvon, mol, asosan chorva, qo'y mollarni olib, uni sotib, pullarni o'z shaxsiy ehtiyojlari yo'lida sarflab yuborgan. Bundan tashqari bir ikkita fuqarolardan avtomashina olgan, avtomashinani oymoy to'lash sharti bilan nima qilib va'dani berib, shu mashinalarni olib, sotib, pulini shaxsiy ehtiyojlariga ishlatib yuborgan. Eng achinarlisi esa ro'xatoyni chindan ham oilasi ehtiyojmand va o'zi ayollar daftari ro'yxatida turadi. Bugungi kunda ana shu inson aldoviga uchib, tijorat bankdan krediti uchun qariyb 30 million so'mga qarzdor bo'ldi. Bir 15-20 ta mol olib kelaman, sog'uvchi bo'lib ish bilan ta'minlayman, 1 million, 1,5 million oylik beraman deb va'da berib, biz pasportlarimiz bilan shu bitta molxonaga tushganlar Chortoqqa. Keyin shu bilan hujjatlashtirildik. Ertalab tushgan bo'yimizga kechqurungacha o'shada kutdik-da. Keyin biz uni bilib qoldik. Men hujjatim bermayman deb to'palan qilsam, shu bank xodimlari yo'q, sizning nomingizga olinadi. Mana shu Dilmurotaga o'zlari aytdilar. Mashinada o'tirgan ekanlar. Men xo'jayinim bilan, "Jon aka, men boshim bilan, mashinam bilan javob beraman. Shu naqaga qarzdormiz." Sizning nomingizga chiqqan. Sud majlisida ayblanuvchiga so'z berildi. Kredit masalasi bo'yicha ishlarni hal qilishga pul to'lab kelayotgan. Lekin bular mo'lim qayta beradiganlarning imkoniyatim yo'q. Shunda 8 oydan ichkaridan olmadim to'suvga. Lekin agar mas'ul bo'lgan bo'lsa, imkoniyat bo'lsa to'lardim bu chog'gacha. Chunki odam ko'p. Men bitta o'zim. U o'z qilmishlariga iqror bo'ldi. Jazo berganman, jazo olaman. Ma'lum bo'lishicha, guvohlik bildirayotgan jabrlanuvchilarning aksariyati uning tanishlari, hamqishloq va tumandoshlari. Ra'noxon opa ham uning tuzog'iga 2019-yilda ilinganligini aytmoqda. Hovl dom olganman. Dom olganimizda biz maktabga shov-shuv bo'lgan. Men u kishini ishchisi bo'lganman, qo'l ostidagi oshxona ishchilaridan. Opa dedi, "Qulluq bo'lsin" deb oldiniga shu yopsiz ozmoz qolgandir deydi. Men endi "Ha, bor, remont puli bor" dedim. Shu "Qancha qolgan bo'lsa ham shu berib tursangiz" dedi. "Qanchada qilib bera olasiz?" deganimda, "Uzog'i 4 kun yo 1 haftaga bormaydi" degan. Men ishondim. Ishonib men unga $1000 berdim. Hozirgacha bera olmaydi shu. Ayblanuvchiga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Jinoyat kodeksi 168-modda 3-qismi A, B bandlari bilan aybli topib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyaga o'tash belgilandi. Umida Qo'shoq va Husniddin Hamidov, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.